9 ayının o'ttirlaridan boshlab keng ko'lamda to'xtab qilishni boshdan kechirgan Xitoyning Liaoning o'lkasi 2 hafta ichida 5-chi qatam to'xtab qilish ogohlantirishi chiqardi. Xitoyda energiya krizisiga taqobil turish uchun ko'mir ishlab chiqarishni ko'paytirish qaror qilindi. Tehran kelar oy Rossiya bilan Eron o'rtasida strategik hamkorlik kelishimi imzolanganligini e'lon qildi. Eron 7 oy ilgari Xitoy bilan bu yo'nalishda kelishim imzolagan. Eron Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Sayyid Xotibzoda muxbirlarga qilgan so'zida Tehron bilan Moskvaning universal hamkorlik shartnomasi nomli kelishim loyihasining tamomlanganligini aytdi. Tunisda hukumat tashkillash vazifasini ustiga olgan Nikola Budin Ramazan 23 ministrdan tarkib topgan yangi kabinetni e'lon qildi. Budin va uning kabineti o'tkazilgan marosimda prezidentga qasam berdi. Akademik kimligimi bo'lgan Budin Arab dunyosi va Tunisning tunji ayol bosh ministri hisoblandi. Taliban Afg'onistonning hokimiyatini o'tkazib olgandan keyin Amerika bilan Qatarning poytaxti Dohada o'tkazilgan tunji yuz surani ko'rishning o'ngishli bo'lganligini e'lon qildi. Bayonotda Taliban bilan Amerika vakillar o'mikining 9-10 oktyabr kunlari Dohada o'tkazgan suhbatning yaxshi bo'lganligi bildirildi. Egilenishicha, Xitoyning shimolidagi Shansi o'lkasida yoqqan qattiq yomg'ir sababidan 120 mingdan ortiq odam tarqoqlashtirilgan. Өлкелік ciddi qutquzish xodimlari bayonotida viloyat, nahiya va yeza darajalik 76 o'ltiraq rayonda yashaydigan taxminan 1.750.000 kishining kelkunning ta'siriga uchraganligini bayon qildi. Avstriyada chiriklik tekshirishi boshlangan Sebastian Kurz bosh ministrlikdan iste'fo bergandan keyin sobiq tashqi ishlar ministri Alexander Schallenberg qasam berib vazifaga o'tirdi. 10 ayning 8 kundan 11 kunigacha Bosniya-Gersegovinaning poytaxti Sarayevoda o'tkazilgan 13-navbatlik Sharqi Turkiston qarindoshlar yig'ini va 4-navbatlik Milliy birlik shurosi xulosa dokladini e'lon qilish bilan oxirlashtirdi.